Rahmat. Nima bo'ldi, opa? Shunaqa vashcha zo'r kayfiyatdaman. Namanganliklarim Dubai House'da mana shunaqa iliq qarshi olishyapti. Birgalashib hozir hammalari tanib blogimni ham kuzatishar ekan. O'zimni eskidan chevarligimni ham bilishar ekan. Bilalar rasmlarga ham tushib olishdi. Menga bu narsa yana ham motivatsiya beryapti. Yana ham chiroyli obzorlar qilishga qandaydir kuch bag'ishladi. Opa, muncha ham zo'r. Endi ustingizdagi lookni qayerdan oldingiz? Dubai House'dan obzor qilishim kerakligim esimdan chiqib qoldi ichkaridagi xursandchilikka qarab. Qaranglar, xo'p, bugun endi mana shunaqa noodatiy stildagi kamzillarimiz, ya'ni kojinli kamzillarimiz, barralarini yechib qo'yib, hozirgi sezonda kiysangiz bo'ladi. Barralari bilan qishki sezonda ham bemalol kiysangiz bo'ladi. Nafaqat bunaqa uzun ko'ylaklar bilan, hattoki bruchnoy stil bilan ham chotki ketadi. Qaranglar, originalni zamoglar. Razmerlari 46 dan 54 gacha. Rasvetkalar qaranglar, bir-biridan chiroyli, bir-biridan yarashimli. Aytgancha buyurtma qilayotganingizda o'zbek razmerida buyurtma qilasiz.